Men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Yaxshi kunlarda quvonib yashadim. Qiyinchiliklarda sabr qilishni o'rgandim. Xato qildim, yiqildim. Kim do'st, kim dushmanligini bildim. Omadim kelganda soxta mulozamatlarni ko'rdim. Omadim ketganida soxta yuzlarni ko'rdim. Sevdim. Muhabbatning azobini ko'rdim. Sevildim. Kimgadir kerak bo'lishlik baxtini his qildim. Xato qildim. Qilgan ishimning xatoligini bildim. Takrorlamaslikka harakat qildim. Ba'zan yaxshilik, ba'zan yomonlik qilib qaytar dunyo ekanligini ham bildim. Tashvishlarim ko'payganida inson faqat o'zidan umid qilib, o'zi harakat qilib yashashi kerakligini, o'zining baxtli bo'lishi faqat o'zigagina kerakligini ham tushundim. Xullas, hayotda hech narsa behikmat bo'lmasligiga, har qanday holat biz uchun saboq ekanligiga amin bo'ldim.